suhbatimizni fursati yetib keldi. Dilniyozji. Shunday, demak aziz do'stlar, biz aynan uzoq va yaqinni ko'rish qobiliyatini, o'zgarish sabablarini birgalikda aniqlamoqchimiz. Aynan hozir vrach, oftalmolog Adhamjon Usmonovni biz studiyamizga taklif qilamiz. Qani marhamat. Musiqa sadolari bilan. Salom. Qani marhamat. Endi xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Sevimli kun ko'rsatuvi nafaqat kayfiyat bor, balki erta tongdan yurtdoshlarimizga foydali maslahatlarni ham berib borishga harakat qilamiz, Farhod aka. Va aynan hozir shunday savollarimiz bor. Vrachimizga avvalo xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Necha yoshda insonda aynan ko'rish qobiliyati pasayib boradi? Odatda 45 yoshdan keyin erkaklarda ham, ayollarda ham yaqinda ko'rish muammosi bu presbiopiya deyiladi. Shunda bemorlarda xrustalikni ko'z gavharini o'zini xususiyati bordi. Uzoqqa qaraganda yassi shaklga, yaqinga qaraganda bo'rtiq shaklga kiradi. O'sha xususiyat 45 yoshdan keyin yo'qolib boradi. Shu holatni ustranit qilish uchun, imunda Uzaytirish uchun yoki ushlab qolish uchun, shu masalani hal qilish uchun ko'zoynak tavsiya qilinadi bemorlarga. Tug'ma ham bo'ladi-ku, ha? Tug'ma ham bo'ladi, tug'ma muammolar ham ko'p. Hozir mana bu o'lcham o'sha ko'zni nimasini darajasini bildiradimi, ha? Yo'q, bu kichkina mikroskop, qo'l mikroskopi. Buni yordamida ko'z oldingi qismidagi shoh parda patologiyalari, rangdor parda va gavhar kasalliklarini bemalol aniqlasa bo'ladi. Qani, mana shu insonnikini aniqlaylik-chi. Voy, rahmat. Ko'zda muammo borga o'xshaydi. Qirraroq ko'radi deydi-ku, mayli. Qanaqa aniqlasa bo'ladi? Ko'z ko'rmaydi. O'ng ko'z. O'ng ko'zni. Dilniyoz aka. To'g'riga qaraymiz. Yaqinda ko'rmay qoldi. Hozir yig'lab olaman. Mana u chiroq ko'zni yoshlantirib yuboradi-da o'zi. Endi Ko'z oldingi qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q. Xayriyat. Muammo bor, siz yaxshi ko'rmadingiz menimcha. Muammo yo'qmi? Yo'q, nimagadir chap ko'zim xiraroq ko'radi deydi-ku. Yo, hammada shunaqami? Yo'q, hammada har xil. Ha, bilasizmi? Chap ko'z bilan o'qiydigan bo'lsam, harflar aniq ko'rinmaydi, lekin o'ng ko'z aniq ko'radi. Aniqsiz. O'sha payt chap ko'zni ochib qo'yish kerak. Qabulga kelishingiz kerak. Demak, qabulga borish kerak. Qabulga borishingiz Xo'p, kerak. aytib o'tdik, mana 45 yoshdan keyin aynan ko'z gavharlari ko'rishi pasayadi. Bunga sabablar nima mana hozirgi kunda? Bu o'zi ko'z gavharini shunaqa xususiyati bor. Xuddi sochlarimiz 45 yosh, 50 yoshdan keyin sekinlik bilan oqarib borganda, gavhar ham o'zining xususiyatini 45 yoshga to'ldi, keyin bu yoqqa yo'qotib boradi. Bu normal fiziologik holat. Ko'z uchun foydali mashqlar bormi? Albatta. Misol uchun, ko'z kasalliklariga bog'lab har xil mashqlar biz bemorlarga tavsiya qilamiz. Misol uchun ko'z g'ilayligi bilan bog'liq muammolar bilan keladigan bemorlarga ham ko'z mashqlarini bajartiramiz. Doimiy ravishda ko'z bilan bog'liq bosim ostida ishlaydigan insonlar bor. Ertalabdan kechgacha kompyuter, telefon, gadjetlar bilan o'tirib ishlaydigan insonlar bor. Bularga tavsiya qilamiz. Har xil endokrin patologiyalar va nevrologik patologiyalarda ham ko'z mashqlarini bajartiramiz bemorlarga. Ayni dolzarb nima ekanda, kompyuter, telefon bilan debdilar-ku. Hozir ko'p so'zlar ham, kitoblar ham. Hozir 200% odam hamma telefonda-ku endi. Hammada muammo bor ekan-da. meni onam har doim ko'zingiz zreniyasi pasayib ketadi, kamroq telefon foydalan deydilar-da, lekin kamaymayapti. Yo'q, yana bir ma'lumot bor. Aynan bolaligidan shu ko'rishga qiynalgan insonlar, ya'ni ko'z nuri past ekanligini bilgan insonlar yoshi katta bo'lganda, ya'ni keksayganda plyus tomonga o'zgarar ekan. Bu to'g'rimi, qanchalik? Shu holat ham bor. Bu holat ham bor. Minuschi, bu yoqqa qarab normallashib keladimi? Ha. Ba'zi bir insonlarda qabulim kelgan bemorlarda -0.5, -0.75, ya'ni kichkina minusi bo'lgan insonlarda ko'rishim xira doktor, operatsiya qildirishimni tavsiya berasizmi deb so'rashadi. Bunaqa holatlarda bemor yoshi 30-35 yosh shunaqa atrofda bo'lsa tavsiya bermayman. Sababi 45 yoshdan keyin boya aytganimdek minus plyusga aylanadi. Shuni hisobidan kompensatsiya qilib bemor uzoqda ham yaqinda ham yaxshi ko'rib yuraveradi. Sizlarni endi sizlar eslolmaysizlar u davrlar, sizlar yoshsizlar.
Bolaligimizda Rebejir degan yog' sotilardi. Rebejir mana bunaqa butilkada baliq yog'i. Ko'zni ravshanlashtiradi deb har kun ertalab kichkina qoshiqda ichirishardi. O'sha foydasi bormi? Albatta. Baliq yog'ini. Baliq yog'i o'zi kak Lochin ko'zligingizni siri shundanmi Farhod aka? Shu shunaqa o'shani ichaverganimdan-chi mana hozirga kelib bemalol 3 metrgacha yaxshi ko'raman-da. Bemalol. Yo'q. Kitoblarda ham Yog'ni bemalol. ko'raman, sharpani ko'raman, tanimayman-da. Tanimaysiz. Masalan, o'shadan bir kishi kelib men bilan so'rashsa, "Assalomu alaykum" desa, haligilarni tushunaman, yaxshimi, charchamasdan deyman-da, keyin borgandan keyin taniyman. demak O'sha ichganimdan Ha. muammo bor sizda. Yo'q, yo'q. Ko'z uchun foydali bo'ladigan iste'mol qiladigan mahsulotlarimiz nomini sanab bersangiz. Endi shuni aytmoqchi edim, to'g'ri narsani aytib o'tdingiz. Nimalarni ko'proq iste'mol qilsak, aynan biz shu gavhar ushlab qolamiz. Baliq mahsulotlarini, dengiz mahsulotlarini, to'g'rimi? Baliq mahsulotlari hammasi dengiz mahsuloti. Har kuni o'zimiz sevib iste'mol qiladigan meva-chevalar hammasida o'zimiz uchun kerakli bo'ladigan temir moddalari, vitamin C va shunga o'xshagan ko'plab mikroelementlar bor. Har bitta shu mikroelementni organizmga foydali tomonlari bor. Bitta savol, hozir bu savol men uchun juda ko'pchilikka kerak bo'ladi. O'sha telefondan, kompyuterdan ko'p foydalanadigan insonlar, o'sha ko'z nuri pasaymasligi uchun qanday mashqlar yoki nimalar qilib tursa bo'ladi? 20 Chiroyliroq narsalarga qarash kerak menimcha. 20 degan qoida bor. So'raylik. Har 20 daqiqada, 20 soniyada 20 fut uzoqlikdagi narsalar, ya'ni 6 metr uzoqlikdagi masofaga qarab tursangiz, Qancha minutda? har 20 daqiqada ko'zingizda bitta masofada turgan bo'lsangiz, kompyuter bilan где-то 1 metr masofa deb oladiganmiz, telefonda ham xuddi shunaqa. Boya aytganimdek, ko'z gavharini o'zini xususiyati bor. Ya'ni uzoq qaraganingizda yassi shaklga kiradi, yaqinga qaraganingizda bo'rtiq shaklga kiradi. Siz doimiy ravishda yaqinda qarab o'tirganingizda ko'z gavhari bo'rtiq shaklda bo'ladi. Siz masofani o'zgartirishingiz bilan u yassi shaklga o'zgaradi. Ko'zga u charchab qolmaydimi? Qiyinchilik bo'lib Yo'q, naborot, agar siz bitta masofada qarab o'tirsangiz charchab qoladi. Siz uzoqqa masofaga qaraganingizda xuddi siz tushundim. Mashq qilganday shunaqa Oson o'zgartirasiz. ekan-ku. Yaqin, osmonga uzoq. qarab tursa-chi, Osmon ham shu foydasi bormi? foydasi bor albatta. Aytishardida, mana bu ko'k osmon bor, o'shanga qancha ko'p qarab tursang ko'zing ravshanlashadi Uzoqqa qarash foydali ekan-da. Foydali. Ko'zga Ham demak. men ko'proq shu dengiz yoki tog'lar tomon bo'lsa, shu uzoq-uzoqlarga manzaralarni inson ko'radi-ku. O'sha vaqtda lekin ancha aytib o'tganingizdek mashq bo'lar Keyin ekan. ana Demak, qancha uzoqlikda radar borligini ham ko'rib turish mashqlari ham Bu hammasi ko'zi foydaligi uchun qilishgan. Biz bilmayapmiz-da faqat. Qabulga keling. uni ham topib Uni ham topamiz. va menga ham kerak. Ko'zingizga antiradar o'rnatib beradilar. o'zi Dilniyoz, bu ko'z ham bir yaratgani katta Shunday. ilmida endi Albatta. bizani aqlimiz yetmaydi aslida. Bitta bunchagina narsani ichida necha millionta funksiya borligini faqat Allohning o'zi biladi-da endi. Endi iloji boricha baribir doktorlar sababini qilishadi. Oldini olishga harakat iloji qilishadi. boricha o'rganishadi. Lekin buni rang ko'rish, mana bu ranglarni ajratib turishini o'zi ham, hozir ko'rib turishimiz o'zi ham bir katta ne'mat deb Tez Albatta. ishlashi ham, tez ishlashi. necha megapikselligini haligacha olimlar bilishadi, lekin baribir Lekin baraka toping, kasbingiz zo'r. Mana shu turbiningizni futbolga boryapti, berib turing. ko'rsam bo'ladimi? Bemalol. O'zi Lekin yana buni qanaqa qandaydir ishlatishni ham mashqlar bilish bormi kerak ekan. birgalikda? Dilniyoz aka mana mashq qilaman deb kelganlar bugun ko'z uchun. Shularni birgalikda Rahmat, bajarsangiz. Hop, tajriba quyonchasi menman, bemalol aytavering, faqat ko'zga zarar tegmasa bo'ldi. Aha. Qani? Agar siz kundalik tarzingizda asosan telefon, kompyuterlar bilan ko'p ishlaysizmi? Asosan shu so'zlar bo'ladigan bo'lsa, shu telefonda so'zlar bo'ladi. Yaqin masofada. Yaqin masofada ko'proq bo'ladi. Yaqin masofada ko'p o'tirsangiz, boya O'zim aytib qilib o'tganimdek, uzoqdagi narsalarga tez qarashingiz maslahat Uzoqdagi beraman. nargizaga tez qarasam, ko'zim ravshanlashadi demak. Shunaqa, xuddi Aha. shunaqa. Mana qarab o'tiribsiz, misol uchun telefon deb tasavvur qilsak, mana shu yerda shunga qarab turgan joyingizda har zamonda nigohingizni uzoqdagi narsaga qaratib tursangiz, boya aytganimdek, ko'z gavhari o'zini joylashgan joyini o'zgartirib, yassi bo'rtiq shakliga ketaveradi. Shu o'zgartirishni o'zi ham bitta mashq hisoblanadi. Bu imенно ko'z gavhari uchun mashq bo'ladi bu. Mышцalarda, ya'ni muskullarni
mashq qildirish kerak bo'lsa, yonga, chapga, o'ngga, yuqoriga, pastga qarashingiz bu muskullar harakatini tiklaydi. Men ijtimoiy tarmoqlarda rosa ko'rganman mana shu tepaga, pastga, o'ngga, chapga qaraganini. Bu ham foydali-ku, to'g'rimi? Foydali, lekin ijtimoiy tarmoqlarda ozgina bo'rttirishadi, ya'ni yonga, yuqoriga, tepaga qaragani minusini kamaytiradi deb. Yo'q, aslida bunaqa emas. U shunchaki muskullarni mashq qilar ekan. Shunchaki muskullarni. Men ham masalan qilishim mumkin, o'rtaga olib kelib bitta ko'zimni sekin olib kelishim ham mumkin-da. Bu ham mashqmi? Kadrda qilib bering shuni, qanchalik. Aziz do'stlar, erta tongdan uyg'ona olmaydiganlar bo'lsa, mana bemalol bo'lishi mumkin. Qani? Bunday qilasiz, sekin bittasini sekin bunday qilib. Bu shunaqa narsada ko'z bu yoqda bo'lsa, Ko'zingizni qorachi hozir ketib qoladi deb qo'rqib ketdi. qo'rqib ketdingizmi? Sizni qo'rqmasligingiz uchun doktor bilan xayrlashamiz. Hamjon, xush kelibsiz. Ko'rsatuvimizga foydali maslahatlar uchun katta rahmat. Albatta juda ham foydali bo'ldi va eng muhimi Alloh bergan mana shunday ne'matlarni asrab, avaylab, uni oldini olishimiz kerak aziz do'stlar, davolagandan ko'ra. Bizda hozir reklamadan so'ng siz bilan yana Kim bilan suhbatimizni telefonni ham davom olib ettiramiz. qolamiz. Albatta. Albatta. Barcha raqamlar 90 olingmi? Bizda reklama.